biz hozir arifmetik progressiyani yig'indisini topish formulasini ko'ramiz. Ya'ni buning uchun arifmetik progressiya degan A1, A2, A3 va hokazo n. AN degani n-chi xat, A1 degan birinchi, ikkinchi xat, uchinchi xat. Bu xatlar qanday topiladi? Misol uchun A1 o'zi yozilaveradi, A2 deganimiz A1 plus 2 minus 1 dir. A3 deganimiz esa A1 plus 3 minus 1 dir. Va hokazo n-chi xatni topishimiz uchun A1 plus n minus 1 d shaklida yoziladi. Mana bu ifoda arifmetik progressiyaning n-chi xatni topish formulasi deb ham atasak bo'ladi. Endi yig'indisi qanday ko'rinishda bo'ladi? Yig'indisi degani Sn A1 plus An taqsim 2 ko'paytirilgan n. Mana shu formula arifmetik progressiyaning yig'indisini topish formulasi. Xo'p, endi mana shuni biz isbotlab ko'ramiz. Isbotlab quyidagi. Xo'p, Sn deganimiz A1 plus A2. A2 degani nima degan? A1 plus d. Plus A3. A3 degan A1 plus 2 ta d. Va hokazo oxirgi xati An. An o'zi yoziladi. Sn nima deb yozsak bo'ladi? Biz birinchi xatdan boshlab yozdik, n-chi xatgacha. Endi biz n-chi xatdan birinchi xatgacha yozamiz. Ya'ni oxirdan boshlab boshiga qaytamiz. Birinchi An plus undan keyingi xatni topish, ya'ni asli undan oldingi xatni topish d ni ayiramiz. An minus d bo'ladi. Plus An minus 2 d. Hokazo plus A1. Ikkalasini nima qilamiz? Qo'shib ko'ramiz. Qo'shadigan bo'lsak, qanday tenglik hosil bo'ladi? Sn ga Sn qo'shsam 2 ta bo'ladi. 2 ta Sn barobar indeksiyasiga A1 plus An. Hop, plus A1 plus dega An minus d ni qo'shaman. A1 plus dega qo'shaman An minus d. Plus A1 plus 2 dega qo'shaman An minus 2 d. Plus hokazo plus An plus A1. Hop, endi qisqaradigan xatolar qisqartiriladi. Dala qisqaradi yoki 2 dala qisqaradi. 2 ta Sn barobar A1 plus An plus buni dala qisqarganda bu yerda ham A1 plus An hosil bo'ldi. Plus bu yerda ham A1 plus An va hokazo joy yig'indini joy o'zgartirganda qiymat o'zgarmaydi. A1 plus An. Agar qaraydigan bo'lsak, A1 plus An lar soni bu yerda n ta. N ta bo'ladi. Hop, n ta bo'lsa nima bo'ladi? 2 ta Sn. Bu A1 plus An n ta bo'lgani uchun, misol uchun 2 plus 2 buni 2 kere 3 deb olsak bo'ladi yoki 5 plus 5 2 kere 5 deb olsak bo'ladi. Ya'ni xatlar har bitta xatlar sonini ko'paytiramiz. N ko'paytirgan A1 plus An hosil bo'ladi. Bu yerda Sn topadigan bo'lsak, formulasi topiladi. Sn barobar A1 plus An taqsim 2 ko'paytirgan n va formulasi topiladi.